Gamburger nonini fransuzcha usulda tayyorlaymiz. Unni doira shaklida ochib, shakar, tuz, dro'jji, yaxli suv va sut solib, xamirimizni 10-15 daqiqa yaxshilab qoramiz. Xamir tayyor bo'lganidan keyin xamirni ochib, orasiga sariyog' solib, yaxshilab mushtlab sariyog'larini yedirib olib, yana 15-20 daqiqa mushlaymiz. Xamirimiz tayyor bo'lganidan keyin xona haroratiga 1 soatga xamirni oshirish uchun qo'yib qo'yamiz. Oshgan xamirni 70 grammdan zuvala qilib, suvga botirib, kunjutga botirib, duxovka listlariga terib chiqamiz. O'chiq turgan duxovkaga qaynagan suv tiqib, xamirni shu holatda oshirib olamiz. 30-40 daqiqada xamirlarimiz oshib chiqadi va 175 gradusda 20 daqiqa pishiramiz. Burgerlar pishib chiqqandan so'ng 10 daqiqadan keyin yeyish yoki ishlatish mumkin.